kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz. Juda ham yaxshi ko'rasiz. Jahon adabiyotimi yoki mumtoz adabiyot? Jahon adabiyotini ko'proq yaxshi ko'raman, lekin o'zimizni ham O'xtir Hoshimov, Erkin Vohidov. Shunaqa. Men masalan o'zimizning o'sha mumtoz adabiyotni ko'proq yaxshi ko'raman va Pirimqul Qodirov yaxshi ko'rgan yozuvchim. Ayniqsa uning o'sha tarixiy asarlari, tarix bilan bog'liq badiiy asarlari baribir o'zgacha fantaziyani uyg'otadi chindan ham. Endi rostdan ham boshqa masalan ijodkorlarimiz siz aytganingizdek O'tkir Hoshimov va yoki bo'lmasa mana Chingiz Aytmatovni ko'p o'qiganman. Mana shunday ijodkorlarning asarlari ham insonga ma'naviy ozuqa bera oladi. Baribir haligi bitta dilingizga yaqini bo'ladi-yu. Shu ijodkor. Menda nimagadir Pirimqul Qodirov. Menimcha ko'pchilikda shunday bo'lsa kerak. O'sha ayniqsa Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlari deymizmi, Avlodlar dovoni deymizmi, o'qigan insonlar mazza qiladi. Chindan ham mazza qiladi. Aziz do'stlar, kitob o'qish kerak. To'g'ri, biz nima deydi, haligi hamma ishlarni tashab, yotib olib kitob o'qish tarafdori emasman. Shaxsan men har doim o'zim obyektiv, subyektiv fikrlarimni bayon qilganman-ku. Yotib olib kitob o'qish shart emas, lekin baribir hech bo'lmasa shu bir oyda bitta katta asarni tugatib turish kerak. Inson o'zi uchun ham ma'naviy ozuqa bo'ladi-da miyasiga. Shu nuqtai nazardan. Shunday ham. Chunki mutaxassislar ham aytadi. O'zi, har xil kitobni tinimsiz o'qiyverib men haligi book lover bo'laman deb, misol uchun bu kitob sevar bo'laman deb, book lover bu Instagramda mashhur bo'lib ketdi hozir. Kitob sevar bo'laman deb har xil kitobni tinmay o'qib, uni tushunmasdan keyingi kitoblarga o'tsa, aksincha u salbiy ta'sir ko'rsatib qolishi mumkin aqliy faoliyatga. Bir kitobni sevib, mehr bilan o'qigani tushunmagan joyini qaytadan o'qib. Men har doim aytaman-ku, men Al-kimyogarni 10 marta o'qigan. Qaysidir vaqtda o'qiganingizdan keyin boshqacha tushunasiz. Yo'q, birinchi 2-3 martasida tushunmaganman. Keyin o'qiganim sari tushunib, oxiri charchaganman. Va o'shanda ham bir tushunib bormaganman. Yo, kitob sizdan charchagan, yo siz kitobdan charchagan. Kitob tili bo'lsa bo'ldi. O'zim aytganim oxirida nima bo'lishadi. Mana shunaqa, aziz do'stlar, va siz ham kitob o'qishingizni so'rab qolamiz. O'zi aytishadi-ku, mendagi bor yaxshi xislatlar uchun kitobimga rahmat deyman deb. Baribir qaysidir jihatini olasiz-da kitobdan, qaysidir qahramoningizdan olasiz. Fantaziyani boyitadi. Mana ko'pchilik aytadi, ko'p asarlarni kinolari bor, bilasizmi? Kitobdagidek emas deyishadi. Shunday deyishadi. Hech bir rejissor kitobdagidek qoyillatib qo'ymagan deyishadi. Bo'lmasa kinosini ko'rsangiz zo'r kino. Ammo kitobini ham, kinosini ham ko'rgan kitobxondan so'rasangiz, yo kitobi boshqacha baribir deydi. Qarang, ana shunaqada. Ya'ni kitob nima deydi, tasavvur doiramizni kengaytiradi-da. Biz o'zimiz tasavvur qilamiz, masalan. O'zga olamga olib kiradi sizni. Xuddi shu, masalan, Jo'txabay haqida gap ketayotgan bo'lsa, asarda unga ta'rif berilgan bo'lsa, bo'ylari baland, qoshlari qalin. O'zingiz tasavvuringizda shakllantirasiz o'sha insonni. Juda ham go'zal, ko'zlari, misol uchun jayron desa, siz chizasiz-da, uni xayolingizda yoki bo'lmasam, deylik biror bir qahramon u shunday so'qmoq bo'ylab yurib borardi, o'ng tarafida daraxtlar, ammo chap tarafida negadir tashlandiq binolar turardi desa, tasavvur qilasizda, u yurib borayotgan yo'lni, qorong'u ko'cha, uzoqda bir chiroq yonib o'chyapti, atrofda qandaydir ovozlar eshitilyapti deganini yozuvchi yozadi, siz uni o'ylaysiz, tasavvur qilasiz. Va o'sha kitobdagi qaysidir o'sha yurakni larzaga keltiradigan vaqtlari bo'ladi-ku. Sizda ham shunday bo'ladi, o'sha satrlarni o'qigan vaqtingiz tomog'ingizga nimadir tiqilib qoladi, yig'lagingiz keladi. O'sha nima deydi, o'sha hisni siz ham tuyasizda, xuddi sizning hayotingizda sizda mana shunday bo'layotganda qahramon bilan xuddi shu narsalarni siz ham tuyasiz. Sizda ham mana shunday nima deydi, tuyg'ularingiz o'ynaydi. Umuman boshqacha hayotga qarashni boshlaysiz. Yangi tug'ilgandek bo'lasiz. Umuman kitob o'qing. Yoki detektiv asarlarni o'qisangiz, siz o'zingiz detektivga aylanib qolasiz. Shunday hamma narsadan shubha qilib, bu yerda nimadir bor degandek xayolga kirib qolasiz. O'sha obrazga kirasiz, qaysidir vaqt, keyin chiqasiz. Artur Conan Doyle Oqa qizil bilan kitobini o'qiganimda shu hikoyalar u yerda o'shanda xuddi shunaqa holatga tushib qoldim, hammadan shubhalanib. Xullas, aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, bizda kitobxonlik va kutubxona haqida ajoyib bir lavha bor, keling tomosha qilamiz. Marhamat.
Har bir inson hayotida shunday bir lahza bo'ladi. Bir kitobni qo'lga olib, uning sahifalariga bitilgan so'zlarni o'qishni boshlaganingizda vaqt to'xtaydi. Butun bir olamga ochilgan eshik o'tmishdan tortib kelajakka bo'lgan voqealarni so'zlaydi. Bilimning cheksiz ummoniga sho'ng'iganday bo'lasiz. Kitob jim suhbatdosh, u sizga hayotning sir asrorlarini ochadi, qalbga nur, onga quvvat beradi. U insonni o'zgartiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. Ayniqsa kitoblar makoni bo'lmish axborot kutubxona markazlari ana shunday sahifalardan boshlanadi. Kuni kecha Olmazor tuman axborot kutubxona markazida Yuragimda yashaysan vatan deb nomlangan uchrashuv o'tkazildi. Bu tadbir yosh qalblarga vatan tuyg'usini jo etish, ularni milliy g'urur va san'at bilan sug'orishga qaratilgan samimiy uchrashuv bo'ldi. Tadbirda san'atimizning zabardast namoyandasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurahim Lapasov bilan suhbat bo'ldi. U o'zining boy hayotiy tajribasi, san'at yo'lidagi mashaqqatli izlanishlari va vataniga bo'lgan cheksiz muhabbati haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Bolalar bilan suhbatimizda, uchrashuvimizda juda ajoyib fikrlar, ajoyib so'zlar bo'ldi. Bolalar bizga o'zining she'riyatdan yodlagan she'rlarini, o'zlarining fikrlarini, o'zlarining savollarini yo'llashdi. Unga biz javob berdik. Albatta bugungi tadbir qiziqarli va ajoyib ko'ngildagidek o'tdi. Bunday tadbirlar doimo yoshlarning o'rtasida ularga bir ma'naviy ozuqa bo'ladi degan umiddaman. Uchrashuvda 133-maktabning o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Bu uchrashuv avlodlar o'rtasidagi ko'prik, yurakdan yurakka o'tgan samimiy suhbat bo'ldi. Yuragimda yashaysan vatan. Bu har bir o'zbek farzandining qonida jo'sh urgan tuyg'u. Uning har bir nafasida mujassam bo'lgan buyuk kuchdir. Bizni Olmazor tumani axborot kutubxonamizga har doim Abdurahim Lapasovni yangidan yangi adabiyotlarining kitob taqdimotlari bo'lib o'tadi. Kutubxonamizni eshigi yoshlarimiz uchun, ustozlarimiz uchun har doim ochiq. Keyingi tadbirlarimizni ham Xudo xolasa kutib qolamiz. Shunday tadbirlar orqali yoshlarimizning qalbida vatan tuyg'usi yanada mustahkamlanib, ularning ongida milliy g'urur va fidoyilik mujassam bo'ladi. Zero vatan har birimizning yuragimizda yashar ekan, uning kelajagi hamisha yorqin bo'ladi.